Assalomu alaykum hamkor katta obunachilari do'stlar, bugun mana 3 kitobli 150 kvadratga hamda 120 kvadratga mo'ljallangan mini katta yo'limiz mana ko'rishlar mumkin. Katta yo'limizdan turbali qilib tayyorlanyapti. Mana hozirda mana partoz ishlari ketyapti. Unga endi eshiklarni qo'yib, sekin magi ko'zlarni qo'yib, chiroyli qilib tayyorlab qo'yamiz inshaalloh. Mana katta yo'limizni mana xudo xolisa tayyor bo'lganda bir qator suvlar quyib, tekshirib mana ariston nuqtalar qo'yamiz. Teshni chiroyli qilib, hali tekshiruvdan o'tadi. Xudo xolisa borganda yaxshi xizmat qiladi inshaalloh. Mana bu navbatdagi bunker katta yo'llarimiz. Bular ham shu 150 kvadratga mo'ljallangan. Bularni bunker deyishning sababi, mana yerda katta o'chog'i bor. Mana bunker katta o'tir, ko'mir nimaga yaxshi yonadigan yaqilaveradi, ancha katta holatda mana. Bunimiz shu turbali qilib tayyorlangan bu ham mana. Sababi shu issiqlik effekt yana yaxshi bo'lishiga qilingan. Xudo xolisa yaxshi xizmat qiladi. Bular ham shu suvlar nimasi tekshirilib tayyorlab qilganmiz akalar. Ichki listlari 2x qalinlikda, tashqi listlari 4 listda bo'lgan mana. Eshiklari ham ruchkalardan ko'rsanglar, ular juda ham qulay holatda tayyorlangan mana. Mana qo'shimchasiga mana eshikni yopib tortgan ham mana bu eshiklar ruchkalar qo'yib qo'yganmiz mana ruchkalari. Ularni qisib mana aziz qog'ozlarni qisib beradi. Mana buyumni tashqarida issiq tutun qaytarmaydi. Shunga xizmat qiladi. Maga listlar qo'yib qo'yganmiz, ancha-muncha issiqni va eshigiga bermasin, urmasligiga qilingan. Mana ancha yaxshi nima qilib qilingan. Tepadagi mana bu ham shu kuldonlari, bu ham bolkaga qilib qilingan. Buni aziz qog'ozlar qo'yib tutun chiqmasligiga qilingan. Mana bu mo'rlari mana. Yuzli mo'rlar qo'yib ketilgan akalar. Katta yo'limiz mana shunday holatda mana akalar. Mana bu beldamchilari mana orada shu katta yo'lda ancha bosim bo'lganda ishib ketmasligini oldini olish maqsadida qo'yilgan bu ham. Bu ham shu, yana dababkasiga qilingan bu ham. Bu ichki lisini katta yo'l ichki tomonda sistemasiga bog'langan bu yoqdan o'tgan mana. Bunday qilib qilingan. Xudo xolisa ancha-muncha bosimga yaxshi xizmat qilib nima qilib turib beradi. Lekin eng nimasi bularni hali ochiq sistemada qilish kerak baribir akalar. Hali suv turadigan расширительный idishda ochiq qilib tayyorlash kerak. Sababi agar u yopiq bo'lib qolsa, bosim ancha kuchayib, katta yo'lga kuch kelib, katta yo'l ishib ketishi mumkin baribir. Bu yerlari ham baribir unaqangi o'ta bosim bo'lsa, bardosh berolmay qolishi mumkin. Yoki suvarkalar chakirab ketib qolishi mumkin. Unaqa holatda shuni hisobini olgan holda akalar iloji boricha расширительный ochiq sistemada qo'ysanglar, shu maqsadga muvofiq bo'ladi. Xudo xolisa xizmat qilishi ham ancha yuqori bo'ladi. Katta yo'l mana holati bularni shunaqa holatda tayyorlaganmiz. Mana bunisi mana bu tepalari ruchkalar qilib qilingan mana. Mana aziz qog'ozlar bilan mana bu yerda kuldonlar, shu kullarni tozalashga qilingan mana akalar. Bu narigisida eshik emas, bunaqa bo'lga qilib qilingan. Endi kimga qanaqa asha o'zi yoqqan nimasini aytsak, tayyorlab qilib beramiz. Xudo xolisa chiroyli qilib akalar. Mana bularni mana pastki kuldonlari mana chiqqan kitoblarni shuni orasidan tushgan kullarni tozalashga qilingan bular. Bular esa shu ventilyatorga izoh qilingan. Ventilyator shu yerdan kiradi, ana mana yonganda bunisini ko'rsangiz bo'yicha. Mana ventilyator mana yonganda mana cho'q o'tlarni, ya'ni fudab o'tni alanga olib yaxshi yondirib beradi mana. Bu ham shu xudosi yaxshi xizmat qilishga ancha yordam beradi. Bu ventilyator ancha foyda beradi, ya'ni yaxshi isishiga yordam beradi. Chunki o't qancha alanga olgan sari katta shuncha tez isib yaxshi effekt beradi. Bu katta yo'llarimizni nima yoqsanglar bo'lardi, qanaqa yonadigan narsa, chunki bunkerlar ancha katta qilib tayyorlangan. Xudo xolasa akalar, kimga kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Nomerlarimizni shu ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Chiroyli qilib O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib yetkazib beramiz. Shu nomerlarga aloqa chiqsanglar, kelishib chiroyli qilib beramiz akalar.